Hammaga salom. Sizlar bilan Fazir Gamer kanali. Bugungi videoda men top 10 ta modlarni ko'rsataman. Hamma qanday bularni yuklashda aytaman. Bu birinchi modimiz. Bu albatta mana bunaqa mashina modi. Bunda mazza qilib seriallar olsanglar bo'ladi. Mana buni qaranglar. Mana. Faqat shu 3 ta rangi bor hozircha. Ko'ryapsizlarmi qanaqa chiroyli? Faqat yomon tarafda. Buni o'tirayotganda mana shunaqa yozuv chiqishi kerak, to'g'rimi? Lekin bunday chiqmaydi. Bosib turasizlar, o'tiradi. Endi qaranglar. Ovozi ham yo'q, menga afsuski. Lekin ichkarisini qaranglar qanaqa. Ko'ryapsizlarmi? Nomi. Tar ekan. Tarmi. Ketdi. Urma. Hoppa. Yana kommentariyalarga yozinglar. Nima bo'lsa yozinglar. Men ham o'qiyman. Modni ham qayoqdan olishni aytaman hali. Bor faqat. Mana orqasidagi o'rinda olib bo'lmaydimi? Hozir tekshiramiz. To'g'rimi? Ana. Galim. Amal endi biz yangi modimizga o'tamiz bolalar. Ketdik. Afsus. Bu mod ham albatta mashina modi. Bu 9-chi mod. Top 9 va mana buni oq rangli, qora rangli, ko'k rangli va yana oq ranglisi bor. Mana shuni qaranglar bor. Hozir men bunga o'zim ya'ni yozuv chiqadi. Mana ko'rsataman va haydayman. Chiroqlar buni ham ovozi yo'q. Lekin bo'ladi. Voy agar mashina yo'qmagan bo'lsa, mana bu kar bor. Ya'ni bu mashina. Mana uni qaranglar. Juda ham tez-ku bu. Mana. Qarashlarmi? Men boyman. Bo'ldi. Mana. Endi bunisiga minib ko'rsataman. Meni ko'proq rang va qora rang narsalar yoqadi. Sizlarga qanaqa rang yoqadi? Buni ham izohlarda yozinglar. Albatta kommentariya deyiladi-yu, izoh desam bo'ladi. Mana endi bunisiga minamiz. Ketdik. Massa. Mana unaqa qilib hop. Bo'ldi. Endi biz top 8-chi modga o'tamiz. Ketdik. Undan oldin men sizlarga o'zim Telegram kanalimni tavsiya etaman. Burada men o'zim ishlatgan mana shu modlarni tashlayman. Kanalga obuna bo'ling. Telegram kanaliga kiring va bu modlarni mazza qilib o'ynang. Mana xabarlarda ham qanaqa qiziqarli voqealar, qachon video chiqadi, nega chiqmayapti, video chiqmaydimi? Ana shunaqa xabarlarga ega bo'lasiz. Shuning uchun Telegram kanaliga qo'shilinglar. Uning uchun Telegramga kirasizlar. Keyin qidiruv degan joyga bosasizlar. Qidiruv degan joyga bosganlaringdan keyin Fazir deysizlar. Chiziqcha, pastda chiziqcha, o'rtada chiziqcha yo'q. Gamer deysizlar. Va bo'ldi. Fazir Gamer chiqadi. Keyin Creeper'da rasmi bo'ladi. Endi faqat bittagina shader modini tashlaganman. Telegram kanalga qo'shilinglar.
Biz top 8-modga o'tamiz. Sizlarni aldagandim. Bugungi videoda men albatta top unutmasdan top 5 ta mod olishga qaror qildim. Shunday odamman. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Bugun men shunaqa mod inson. Men shunday qilish hech kim qilolmaydigan modda o'rnatganman. Mana. Mana shu zo'r mod. Mana, shuni beringlar. Piramida. Hazil. Lekin top 5 ta mod hazil emas. Hozircha men top 2 ta mod ko'rsat, top 4-modgacha, hozir 3-mod. Bu mod seriallarda qatnashishi mumkin. Bugun modlarimiz deyarli serialga ekan-ku. Mana uni qaranglar, ichiga narsa solib qo'ysam bo'ladi. Mana buni ichiga narsa solib qo'ysa bo'ladi. Faqat bitta digita. Mana sizlarga bitta narsa qilaman. Narsani mana shunaqa qo'yib chiqamiz. Hamma qo'rquvdan yulib ketadi. Endi buni bilan pastga tushamiz va qomni olamiz. Mana shunaqa qo'ysalarim serialda. Hamma hayron qolishi mumkin. Mana uni qaranglar. Yana mana unaqa jitellarim bor. Bu bo'lsa chiqindi qutisi. Mana endi bo'lsa ikkinchi modga o'tamiz. Bu mod o'zim ishlatgan F5 modi. Bu juda ham zo'r mod. Mana bu yerdan kreativ rejimi, mana unaqa rejim, survival kreativ bo'lmadim. Yana mana unaqa rejimga o'tsalaring bo'ladi. Mana tagini ko'rsalaring bo'ladi. Bundan chiqish uchun mana bu yerga kirasizlar. Kim bu yoqqa bunday mana buni qo'yasizlar. Mode survival bo'lsa S, kreativ bo'lsa 1 terasizlar. Va mana kreativ bo'ldik. Endi bu mana shu F5. Mana shu tugmani bossalaring yuzinglarni, orqanglarni ko'ra olasizlar. Vizvanada juda ham zo'r asqotadi. Bu zo'r mod. Bu zo'r mod. Yana mana bunaqa kompyuterdagi uzoqni yaqin qilib ko'rsalaring bo'ladi. Yana bir eng zo'r joyi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunday bo'lib qolsa, mana shu modni o'rnatasizlarda. Mana bunaqa qilasizlar. Ko'p qilasizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Zo'r. Endi bo'lsa biz top 1-modga o'tamiz. Eng zo'r mod bu shu. Do'stlar, men mod topolmadim. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, Telegram kanaliga ham qo'shilinglar. Hamma butlar shunda bo'ladi. Hammaga xayr.